Assalamu alaykum hürmetli savaqdaşlar. Tayba dershanımıza hoş geldinglar. Biz bugün fiqh dersligimizning 34-dersini o'qiymiz. Biz bugungi darsimizda g'animatlarning taqsimoti haqida to'xtalamiz. Ya'ni biz kofirlarga urush qilib, kofirlardan olgan g'animatlarni qanday taqsimlaymiz? Buni Qur'on Karimda bizga belgilab bergan. Biz old bilan 5ning birini chiqaramiz. Ya'ni biz kofirlardan $10,000 yoki $100,000 g'animat oldik desak, uning 5ning biri bo'lgan $20,000ni chiqaramiz. Ya'ni $100,000ninki 5ning biri qancha? $20,000. $20,000ni chiqaramiz. O $20,000larni nega xarjlaymiz? Wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil. Mush o'rin xarjlaymiz. Ular qaysi? Birincisi şu 5'ki bölüp 5'nin birini 3'ye xərcləyimiz biz. Nəyə? Birincisi səhmun lil yetama. Yəni 5'nin birini 3'kü bölümüz. Bir ülüşünü yetimliğe xərcləyimiz. İkinci ülüşünü musafirliğe xərcləyimiz. Üçüncüsünü miskinliğe xərcləyimiz. Miskinliğe. Yəni Kur'an-ı Kerim'de neçen sözlügen? 5 yeni sözlügen. وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. Ganimet ağan esenlerinin ki 5'nin biri Allah üçün ve onun peygamberi üçün ve o peygamberinin akrabaları üçün ve yetimler üçün, miskinler üçün, musafirler üçün diye. Hem biz yukarıda Allah üçün, peygamberi üçün ve peygamberinin akrabaları üçün diye yani beğenmedik. Ne için? Birinciden Allah üçün deganligi bu teberruken kelgan. Allah üçün deganligi ya'ni teberruken. İkinciden Valir Rasul degani peygamberimizga qoladi. Peygamberimiz vafot topdi, bu ulush tugidi. Üçüncüsü peygamberning xish aqrabolariga dedi. Ya'ni peygamberning xish aqrabolari Peygamber sallam qanday qilgan uchun shu vaqtda yordam berganlik uchun, ammo Peygamber sallam xish aqrabolari vafot topib shulan ularninki peygamberimizga yordam berish qanday qildi? Üzüldü. Şunu bilan birga ularga beradigan bir ulushmi tugidi. Bu bizning Hanefi mazhabida mushundaq o'lchaydi. Unda o'z qoldi 3 qoldi. Sahmun lil yatama bir ulush kimga? Yetimlarga, yana bir ulush musafirlarga, yana bir ulush miskinlarga. Ya'ni walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil. Mush 3 shu Qur'on Karimdagi. Biz endi g'animatni 5 ga bo'lib, 5ning birini 3 ga bo'lib, 3 o'ringa berdik. Endi qolgan 4 qoldi. Bu 4ni nega xarjlaymiz? Erba'atul ahmas. Endi 5'ki bölgen 5'ninki 4'ini birini ganimet ağaçlarga. Birinciden ganimet ağaçlarga birleştirimiz. Qanday birleştirimiz ganimet ağaçlarga? Paris, çevendaz olsa, yani eti bilen cihatga kirgan bolsa, yoki motosi bilan yoki o'ziniki qatnashi bilan masalan hozirgi zamonda mundaq kirgan bolsa, 2 ulush bo'ladi. O'zaro urush qatnashgan mujohidlarning soniga bilimiz shundaqo. Sana qarab bölüp çevendazlarga, etivalarga 2 ulush beramiz. Piyoda kirganlarga 1 ulush beramiz. Ondan keyin ayol, kichik bolalar uchun masalan, ayol kishi shu mujohidlarga tamoq etib bergili bordi, kiyimini yuvib bergili bordi yoki doktor sister ekan kasallarni davoli qilib bordi. Bularga qancha beramiz? Bularga shu amir, shu imom shu yerda o'zi ijtihodi bilan muvofiq miqdorda ko'rsatgan tirishchanlikqa qarab ba'si bo'ldi. Masalan, bir kichik bola o'q dori to'shug'li bo'lgan bo'lsa-mi, jihad maydoniga, shuningami ko'rsatgan tirishchanlikqa qarab o'zi miqdorini shu amir o'zi belgilaydi. Ammo chavandaz bilan chavandaz bo'lmagan mujohidningki belgilangan. Chavandazga 2 ulush, chavandaz bo'lmaganga 1 ulush. Shu bo'yicha parchalaymiz g'animatlarni. Yani bihasbi ma yaral imam min inayatihim. Yani ularninki ko'ngil belgiligiga qarab imomninki ko'z qarashi bilan ariydi. Ondan keyin min ahlil qital. G'animat ag'uvchilarning qatorida yo'q. Ya'ni urush qatnashib, shu urushning g'animat akaganlarning qatorida yo'q. Ammo shu jihad maydonida bor. Naq urush qatnashmoqlik, ammo shu mujohidlarning safida bor. Bundalarga birlamdi desa, ularning ichidan man dakhalal ma'rika. Urushga qatnashdi. Urush qilish maqsadi bilan. Ya'ni urushga kirdi, qanday qildi?
urush qildi. Bu biriladi, shunaqmi? Ammo sava'an qatil am lam yuqatil. Urush kirdi, ammo qanday qilmadi? Urush qilmadi. Shu sapda to'padi. Bir pay o'q atmadi. Ammo shu jangda-chu ba. Buningga biriladi. Endi g'animat olgan narsalar inson bo'lib qolsa qanday qilamiz? Ya'ni asrga tushgan inson bo'lib qolsa qanday qilamiz desa, imom buningda 3 ishning o'rtasida ixtiyorga qo'yiladi. Ya'ni siyosiy manfaatiga qaysi to'g'ri kelsa, shu 3 ishning birini qiladi. O qaysi desa, birinchisi o'ltirib o'tish. Agar uni o'ltirib o'tish siyosiy manfaatiga uyg'un bo'lsa, uni o'ltirib o'tadi. Ikkinchisi PDF qo'yib berish. Ya'ni PD deganimiz ya shu kafirlarning qo'lga asirga tushib qolgan bir qarindishimizga tegishimiz yoki pulning barabariga uni qo'yib o'tamiz yoki ma'lum bir moddiy narsalarning barabariga uni qanday qilamiz? Qo'yib o'tamiz. Bu imomning tanlashi. Uchinchisi qul qilish. Agar uni qul qilish siyosiy manfaatga uyg'un deb qolsa, shuni qiladi. Agar siyosiy manfaatga uyg'un bo'lmasa, uni qilmaydi. Endi o'ltirish harom bo'ladigan asirlar. Ular qaysi desa, agar qul qilishni tanlagan bo'lsa, qul qilib bo'lgandan keyin uni o'ltirishga bo'lmaydi. Endi mollab qolsa, molni qanday qiladi desa, oldin yaxrujul aslab. Aslab degan nima desanglar, salb degan nima desanglar, shu o'lgan kofirninki tapanchalari, kiyimlari shu kofirda bor narsalar. Oldin mushu narsalarni shu kofirni qaysi o'ltirgan bo'lsa, shu odamga beriladi, shu mujohidga beriladi. Bunun albatta bizning Hanefi mazhabda emirning ruxsatini bir qatam oladi. Boshqa mazhablarda buningga emirning ruxsati ketmaydi. Chunki man Rasululloh hadisda man qatala qatilan falahu salbu degan. Qanday bir musulmon mujohid bir kofirni o'ldirsa, shu kofirning narsalari uning bo'ladi degan. Ammo bizning Hanefi mazhabda ruxsat etish kerak. Ya'ni aslobni chiqaradi. Ya'ni shu o'ltirgan kofirning bir narsalarini shuni o'ltirgan mujohidga beramiz. Oldi bilan g'animatni ayirmay turib, hamma o g'animatga tiqilmaydi ma. Ondan keyin 5ning birini nimaga berib o'tamiz? Biz baytlagan 3 o'ringa, ondan keyin 5ning birini aytib bo'lgandan keyin naflni chiqaramiz. Nafl degan nima desanglar? Ma'lum askarlarga, ma'lum mujohidlarga sizlar paloniyaga berib, manda ishni bijirib keslar, paloni urushga qatnashib keslar. Agar qatnashib kelsanglar yoki shu urushga qatnashganlar ichidami bir alohida vazifaga 2-3 odamni tanlab qildik. Shu odamga biz alohida bir mukofot, bir g'animat va'da qildik. Shuni biz nafl deymiz. Ya'ni alohida va'da qilingan g'animatdan va'da qilingan narsa. Biz oldi bilan shu narsani qanday qilamiz? Naflni beramiz. Ondan keyin erishib qolganini shu urushga qatnashganlarga taqsimlaymiz. Oldi bilan aslab chiqariladi, ondan keyin 5ning birisi chiqariladi, ondan keyin nafl chiqariladi, ondan keyin qanday qiladi? G'animatlar qolganlarga ulashtiriladi. Bu tartib bo'yicha ma'lum. Endi zimin ulab qolsa, zimin tatib oldi. Ya zeytunluq tatib oldi emasmi? Ya bug'doyliq tatib oldi. Buni qanday qiladi desa, imom 2 xil ishning birini tanlab qilsa bo'ladi. Birinchisi g'animat og'alarga ulashtirib bersa bo'ladi. G'animat og'alarga ulashtirib bersa bo'ladi. Ikkinchisi shu o'z igisi ulab qolsa, kofir bo'lsa-mi, shularga berib, emasmi bu yerdan chiqqan narsaning manchakini bizga bersa, deb munda sulh hilasimicho bo'ladi. Endi biz musulmonlarningki kofirlar bilan tuzishadigan to'xtamlari, sulhilari bor. Bu 3 qismga bo'linadi. 3 xil bo'ladi yani. Birinchisi zimma. Biz ahli zimma deb ataymiz. Bular kimlar degan vaqtimizda biz bir yurtni fath qildik. Bu yerning odamlari musulmon emas, kofir bo'lib qolsa yoki ahli kitob bo'lib qolsa, bularga 3 ishning birini tanlash qo'yamiz. Ya musulmon bo'lsa, sana hech qanday ziyon yetkazilmaydi. Yoki o'zining dinida qolsa, boj to'laysa. Jiq emas bu bojdan qiymati shu, jiq emas. Yoki qanday qilsa o'ldirilsa. Bu 3 ishninki birini tanlaydi. Mushu vaqtda ular shu zimmi ulashni tanlasa, ya'ni boj tashishni tanlasa, ular ahli zimma bo'ladi. Musulmon davlatida o'z erkinlik bilan yashaydi. Bu zimmini kim qiladi? Shaxs qilsa bo'lamdi, bir askar qilsa bo'lamdi desa, yo'q. Buni kim qiladi? Imom qiladi. Boshliq qiladi. Ikkinchi sharti bular ahli kitob majuslarga qilinadi. Ahli kitob majuslarga o'shundaq zimmi to'xtam qilinadi. Undan boshqalarga qilinmaydi deydi bizning Hanefi mazhabda.
Üçüncüsü bu muabbet oludu. Vaqtli olmaydı. 10 yillik emas. Bir adam bilan zimmi to'xtamini tuzishgan bo'lsak, o'lguchi ketadi. Mana bu birinchi xil bizning kofirlar bilan tuzadigan to'xtamimiz. Ikkinchisi hudna, tinchlik. Biz bir kofir bilan urushayotgan bo'lsak, ular bilan qanday qilamiz? Tinchlik tuzamiz. Buningmi shartlari bor. Buning hukmi mubah, ya'ni biz manfaat qarab qilsak bo'ladi, ammo shartlari tuvanlikcha. Birinchidan, bunda bir islomiy manfaat bo'lishi kerak. O'zimizga kelgan bir manfaat bo'lishi kerak. Manfaatsiz holda tuzsak bo'lmaydi tinchlikni. Albatta manfaat bo'ladi tinchlikniki. Ikkinchisi bu g'ayri muabbat bo'lmaydi. Cheksiz tuzishga to'g'ri emas bizning shariatda. Kofirlar bilan tinchlik cheksiz tuzilmaydi. Cho'qim vaqt bo'lishi kerak. Vaqtini manfaat qarab belgilasa bo'ladi. Bunimi imom yoki uning muavini tuzadi. Buningda cho'qim tinchlik tuzgan vaqtda musulmonlar ojiz holatda bo'lishi kerak. Ya'ni kuchli o'lish uchun bunda holatda tuzilgan bo'lishi kerak. Mana bu bizningki Hanifiy mazhabdagi tinchlikning shartlari. Undan keyin aman, ya'ni tinchlik berib bu shaxslarga bo'ladi bu. Bir kofir, muharib kofirdan birisi yoki muharib kofirlarningki aslidagi kofirlardan birisi bizning davlatimizga kelib tijorat qilmoqchi yoki masalan tuqquni musulmon bo'lib qolsa, tuqquni yo'qlamoqchi, qanday bir manfaat olib qolsa, kirmoqchi bo'lsa, biz ularga qanday qilamiz? Tinchlik berib viza beramiz. Bu kimdan tuziladi desa, bu shaxsdan tuzilaydi. Agar ya'ni buning hukmi nima desa, bu vojib. Bizning Hanifiy mazhabda kofirdan birisi masalan yurtinglarga kelib tijorat qildim desa, uning amonlik berish, amonlik tilasa vojib bo'ladi. Xuddi bu multajiga o'xshaydi. Bizni panohlik tilasa masalan bir bir manfaat uchun bo'lishi kerak, ya'ni foydasi bo'lishi kerak. Ikkinchisi, buni kim tuzadi? Bir musulmon tuzalaydi. İmam tuzish shart emas buni. Bir shaxs, bir musulmon men ma kofirga amonlik berdim jumo desa, shuning hisob. Ya'ni tizim tuwassa berib, buning idorasi bo'ladi albatta. Undan keyin u musulmon aqlli bo'lishi kerak, balog'at yetgan bo'lishi kerak. Kichik boldan birisi qanday qilmaydi? Uni amonlik bermaydi. Uchinchisi, cho'qim amonlikning vaqti 1 yildan tuvan bo'lishi kerak. 1 yildan tuvan bo'lishi kerak, ondan keyin orliqda chiqib, qaytib kelsa yana 1 yildan tuvan bo'lishi kerak. Undan uzun qilishga bo'lmaydi. Mana bu bizningki dinimizdagi kofirlar bilan tuzishdigan sulhlarningki turlari. Endi biz zimmi ahlidan jizya elinadi dedik. Ya'ni boj elinadi dedik. Bu qanchalik elinadi? Kimlardan elinadi desa, jizyaning shartlari bor. Hammasidan elinmaydi. Zimmilikni qabul qilganlarning hammasidan elinmaydi. Birinchisi, saranglar olib qolsa sarangdan elinmaydi. Ikkinchisi, balog'at yetmaganlardan elinmaydi. Ondan keyin ayollardan elinmaydi, erlardan elinadi. Ondan keyin saq kasallardan elinmaydi, saqlardan elinadi. Ondan keyin iqtisodiyotlardan elinadi, faqat pulisi yo'q, kambag'allardan elinmaydi. Pulisi yo'qlardan elinmaydi, pul to'lamaydiganlardan elinmaydi. Ondan keyin qullar olib qolsa, qullardan elinmaydi, hurlardan elinadi. Endi qanchalik miqdorda elinadi? 3 xilga bo'lamiz bularningki ahvolni. Boy, o'tirhol, tuan seviyelik deb, ya'ni namrat deb. Ama pulisi on namratroq. Baylardan imkoni g'aniyan bay bo'lib qolsa 48 dirham elinadi. 48 dirham elinadi. Ya'ni yilda bir qatam elinadi. O'tirhollardan 24 dirham elinadi, namratlardan 12 dirham elinadi. Ama bir kofir 1 yilni to'lamay, 2-chi yil kirgan bo'lsa, 2 yilni qo'shib olamdiq? Yo'q. O'tib ketaveradi, shuningkini olamiz. Mana bular jizya elishninki shartlari. Bu bizningki dinimizdan oid kengligi. Balkim 48 dirham $100 mı to'g'ri kelmasligi mumkin. Taxminan. Shundoq deyman. Shuni tulsa, 1 yil islom davlatida xotirjam, uning meli, jini qo'diladi. Hatto uningki haroq ichsa, haroqni uyda ichishga ruxsat qilinadi. Taloqqa chiqib, musulmonlarga ko'rsatishiga ruxsat qilinmaydi. Shu o'zi kofirlik qilgan ishni oshkor qilmay, maxfiy qilsa, u jazoga tortilmaydi. Unda savoqdoshlar, bizningki fiqhul ibodat al-Hanafi degan darsligimiz mush yerda oxirlashdi. Endi sizlar bu kitobni o'qish jarayonida bu darsliklarni o'zingizlarga yaxshi o'zlashtirish uchun cho'qim ko'nikmalarni tafsiliy ishlashingiz kerak. Agar sizlar ilgirki darslarda shu ko'nikmalarni ishmagan bo'lsanglar, buni qayta bir ishlab chiqinglar. Bu bizningki jihad babimizda
cho'ng ko'nikmalarmi berildi. Buni sizlar ishlaysizlar. Endi bizni bu tunji qatim fiqh o'qimoqchi bo'lganlar o'qiydigan kitob. Endi bundan keyingi o'qimoqchi bo'lganlarga texmi tafsiliy to'xtalamiz. Tarmoqlarga so'zlab to'xtalamiz. Unda bo'lsa arkadaşlar biz kelarki darsligimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب